Assalomu alaykum. Mana men hozir vatanparvarga kelyapman. Vatanparvarda o'qiyman. 7 million pulini to'lab qo'yganman. 7 million pulni to'lab qo'ydim-u, lekin hozir danli moment hech narsa gruppada ham, tizimda ham, mana vatanparvar gruppada ham, tizimda ham hech qayerda yo'q ekanman. Ehtiyot bo'linglar. Vatanparvarda o'qiyotganinglarda mashinniklarga uchrab qolmanglar. Rustamov Nodirxo'ja degan odam bo'lgan direktor. Mana men hozir orqa tomonidan kiraman. Bizda 25 ta odam 18-guruh bo'lib chiqyapti. Undan keyin где-то bir 10 ta 15 ta odam umuman guruhda yo'qmiz. Tizimda yo'qmiz. Mana men hozir kiraman, tepaga chiqaman xo'jayinlarning oldiga. Xo'jayinlar ham bir nima demayapti. Nodirxo'ja yo'q. Direktor Rustamov Nodirxo'ja yo'q. Keyin Ganjiyevamidi? Ganjiyeva Surayyo ustozimiz bo'lgan. Biz uni qo'liga pul berganmiz. Pulni men Nodirxo'jaga berganman deyapti. Ish qilib o'rtada pulimiz ham yo'q, o'qishimiz ham nol. Bizga kelib 3 oy yurgan bo'lsak, 3 oydan beri hech narsa qilib berisha olmayapti hozir bizga. Biz tizimda yo'q ekanmiz. Mana men o'qish ichiga kirdim. Mana hozir men bitta bola kelyapti. Bu bola ham menimcha pulini ola olmayapti. Bu ham chiqmagan. Mana shu vatanparvar. Men hozir direktor oldiga chiqaman. Men hozir direktor oldiga chiqyapman. Agar prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga yetib borsa, bu videomiz bizga shu narsani agar hal qilib berishsa, juda xursand bo'lardim. Ana bu direktor xonasi. Rustamov Nodirxo'ja o'tirgan shu xonada. Lekin hozir o'zi yo'q. Telefon qilsa telefonini ko'tarmayapti. Hozir bu yerda boshqa odamlar o'tirishibdi. Ular yordam beraman deyishyapti. Biz bu narsaga ozgina ishonmaymiz yordam berishligiga. O'shaning uchun mana hozir yana kelishyapti odamlar. Chunki hammani qondirishgan.